Maryams Akademiyasi video darsliklar orqali sizlarga yana ham foydali bo'lish maqsadida bugungi beriladigan modelirованiyamiz ham aynan hozirgi fasonga juda ham mos keladigan, hech qanday mato, yosh tanlamaydigan eng yaxshi modelirованiylardan birini tanladik va sizga tayyor video darslikni tayyorladik. Ko'rib turganingizdek, xuddi shunday ko'ylakni aynan relyeflaridan, oldi va orqa relyeflardan xuddi shunaqa valanlarni chiqarishni biz siz bilan o'rganamiz. Albatta, bu valan texnikasini siz bundan oldingi darslarda bilib olgansiz. Simmetrik, asimetrik valanlar tayyorlaganimizda aynan relyeflardan qanday qilib foydalanish kerakligini men bu darslikda ochiq ko'rsatib beraman va siz ham albatta o'rganib olasiz. Bu ko'ylakni modellashtirish uchun Maryams metodi bilan tayyorlangan oldi va orqa asos andozalarini belgacha uzunlikda oldim. Ko'krak, oldi orqa bel vitichkalari va orqa yelka vitichkalarini ham modellashtirmaganman. Hozir biz siz bilan buni aniq modellashtirishni o'rganib olamiz. Birinchi bo'lib biz yelkalarni xuddi shunday bir-birlariga tutashtirib olamiz va skoch yordamida yopishtirib olamiz. Endi biz bemalol relyeflarni oldin chizib olishimiz kerak bo'ladi. Relyeflarni qancha kenglikda olishni hamma o'zi tanlasa bo'ladi. Xohlasangiz yelka chizig'ini teng ikkiga bo'lib, ana shu joydan relyef chizishingiz mumkin yoki bo'lmasa bo'yin o'yindig'i tarafdan 8-9 sm ga jildirgan holatda ko'krak markazidan yuqoriga xuddi shunday qilib chizib olamiz va orqadagi aynan relyef chiziqqa ahamiyat berasiz. Ozgina boshlang'ich qismini yoylashtirdim, ya'ni vitichkani yuqori qismini ozgina yoylashtirib chizib olyapman. Nega deganda men bu yerda relyeflarni ro'yma tarafga ozroq jildirdim, ya'ni yelka chizig'ini teng o'rtasidan olmadim. Buni aytib o'tganimdek, siz xohlagan tartibda chizishingiz mumkin. Xohlasangiz teng o'rtasidan bo'lib, aynan orqa va oldi relyeflar bir-birlari bilan tutashadigan holatda chizishingiz kerak bo'ladi. Demak, men xuddi shu holatda chizib olganimdan so'ng endi oldi va orqa o'rtalarini belgilab olaman. Relyeflarni ajratib olishim uchun. Relyeflardan ajratib olganimdan so'ng bel vitichkalari va oldi bel vitichkalarini ham modellashtirdim. Orqa kurak vitichkasi va ko'krak vitichkalarini ham olamiz va mana shu bitta relyefda ko'rib turganingizdek oldin orqadagi yelka vitichkamizni va ko'krak vitichkalarini modellashtirdik. Shu bilan bizni ko'ylagimizni oldi va orqasi to'liq modellashdi. Endi bizga relyef chizig'i kerak bo'ladi. Aynan relyef chiziqlaridan foydalangan holatda xuddi shu men ko'rsatgan valanlarni modellashtirib olamiz. Mana shu joyda bittasini sizga ochaman. Mana ko'rib turganingizdek valanni uzunligini hamma o'z xohishi bilan belgilashi kerak. Siz valanlarni qancha uzunroq tayyorlasangiz, shuncha ko'ylagingiz chiroyli chiqadi. Bu yerda xohlasangiz proymaga alohida yeng andozasini tayyorlab, valanni pastidan oddiy yengni ham qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yengi uzun, masalan, ro'molli qizlarimizga kerak bo'lsa, albatta yenglik qilib tayyorlasangiz bo'ladi. Endi andozamizni oldi va orqa o'rta qismlaridan foydalangan holatda valanni andozasini tayyorlaymiz, ya'ni valan asosini. Ko'rib turganingizdek, men ustidan plyonkani qo'ydim. Valanlarni chizishim uchun oldi va orqa bel chiziqlaridan yuqorisiga 2-3 sm qoldirgan holatda oldi va orqa relyef chiziqlarini qaytarib plyonkaga ko'chirib olyapman. Endi aytib o'tganimdek, bu yerda valanimizni uzunligini belgilaymiz. Men 20-22 sm qilib belgilab, joylashtirib lineyka yordamida tutashtirib olyapman. Ko'rib turganingizdek, bel chiziqlaridan 2-3 sm qoldirgan holatda valanni chizib oldim. Aytib o'tgandek, valanimizni eng qisqa 18-20 sm gacha tayyorlasangiz chiroyli chiqadi. Bundan kalta qilmaslikka harakat qiling. Men ko'rsatayotgan valan andozasida ko'proq uzun holatdagisi chiroyli chiqadi. Demak, valanimizning asosini tayyorlab oldik. Xuddi shu holatda foydalansangiz ham bo'ladi. Yana shuni aytib qo'yamanki, relyefga mana shu hozirgi tayyorlagan holatimizda ham tayyorlab tiksangiz, bu ham juda ham chiroyli holatda tayyor bo'ladi. Endi biz bu valanlarda yana ham ko'proq, kengroq qilib olishni o'rganamiz. Tayyor valan asos andozamizni bir necha bo'laklarga gorizontal holatda chizib chiqamiz. Qancha ko'p bo'laklarga bo'lsangiz, shuncha aniq sizni valanlaringiz chiqadi. Mana shu oltin qoidaga ham amal qilsangiz, valanlaringiz juda go'zal chiqadi. Albatta, gorizontal bo'lingan har bir bo'lakni raqamlab olamiz. Raqamlab olganimizdan so'ng endi biz har bir bo'lak oralarini ochishimiz kerak bo'ladi. Qalinroq matolarda oraliq masofasini 3-4 sm, yumshoq matolarda bemalol 5-6 sm gacha ochsangiz bo'ladi. Men bu yerda har bir oralig'ini 5 sm dan qilib ochdim. Ko'rib turibsiz, valanlarimiz dumaloq holatga keldi. Siz ham o'zingizning andozangizni kerakli masofada oraliqlarini xuddi shunday ochib olasiz. Ustidan yangi plyonkani qo'yib, yangi valan formasini duplikat qilib ko'chirib olasiz. Plyonkaga yangi valan formasini ko'chirib olganingizdan so'ng albatta oldi va orqani belgilab oling. Yelkadagi aynan belgini ham unutmang. Bu bizga valanlarimizni to'g'ri tikishimizga yordam beradi. Demak, bizning valanimiz to'liq tayyor bo'ldi. Endi bu valan andozasini relyefga qanday qo'yilishini men sizga ko'rsatib beraman. Bu ham juda ham oson usulda tayyorlanadi. Demak, biz andozamizni xohlasak xuddi shu holatda, butun holatda bitishingiz mumkin, oldi, orqada. Ya'ni sizda gullari har xil joyda joylangan mato bo'lsa, bemalol shunday tiksangiz bo'ladi. Agar xohlasangiz yelkalarini choklik qilib, alohida oldini, alohida orqani bichib olasiz va yelka chiziqlarini tikib olganingizdan so'ng men
ko'rsatib o'tgandek valani ikki tomonga bir xilda oldindan bulavkada qotirib olishingiz kerak bo'ladi. Va mana siz ko'rib turganingizdek valanlarimiz juda ham chiroyli holatga keldi. Demak, bu valanimizni biz kengroq ochgan holatda ko'rib turibsiz. Bundan oldingi tayyorlagan andozamiz bo'yicha ham aytib o'tganman. Xuddi shu holatda ham siz valanlardan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Agar sizga unchalik kengroq valanlar kerak bo'lmasa, demak siz birinchi valan andozamizdan foydalaning. Agar sizga valanlar ko'proq bo'lib turishini xohlasangiz, matoga ham bog'liq. Agar sizda yumshoqroq mato bo'lsa, bemalol oraliq masofalarni xuddi shunday qilib ochib, tayyorlab tikib olsangiz bo'ladi. Mana sizga bugun men eng foydali bo'lgan juda ham oson usulda ko'p sirlarini ochiq qilib aytib o'tdim. Valan andozasini tayyorlashni o'rgandik. Siz ham albatta mana shunday valan andozalarini tayyorlab, ko'ylaklardan foydalaning. Aytib o'tganimdek, xohlasangiz orqasidan xuddi shunaqa har xil figuralar kiritib olsangiz ham bo'ladi. Orqa vырезini siz o'zingiz xohlagancha qo'ysangiz ham, qo'ymasangiz ham bo'ladi. Yenglarini ham albatta o'zingizga kerak bo'lsa, kalta yoki uzun yenglarni qo'shib foydalansangiz bo'ladi. Bugungi Maryams akademiyasi tomonidan berilgan darslik sizga foydali bo'ldimi? Agar foydali bo'lgan bo'lsa, albatta izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Maryamsga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Bu foydali videoni ko'pchilikka yuboring. Albatta, ular ham foydalansin. Video darsliklarimiz maksimal darajada foydali bo'lishi uchun biz ham harakat qilyapmiz. Siz ham bizga yordam bering. Maryams akademiyasi yaqin kunlarda bir juda ham foydali loyiha ustida ish olib boryapti. Buni biz yopiq Telegram kanalimizda yaqin kunlarda e'lon qilamiz. Bu juda ham sovg'alik, eng foydali bo'lgan loyiha hisoblanadi. Siz ham bu loyihani o'tkazib yubormaslik uchun yopiq Telegram kanalimizga albatta obuna bo'lishni unutmang. Bu Telegram kanalimizni profil shapkasidan o'tib, ulanib olsangiz bo'ladi. U yerda ham juda ham foydali ko'p darsliklar berilgan. Albatta siz bu loyihani o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq Telegram kanalimizga o'tib ulanib oling. Maryamsni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang.